Uyghur kishilik huquq siyosat qonuni va shundan kelib o'tirg'i chiqayotgan hozirgi masalan hozir endi cho'ng bir qadam shuning ishining vatandosh biz Uyg'ur masalasini ko'tarib Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib keldik vatandoshlar. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bu 20 yil mobaynida Uyg'ur masalasini xalqaroga elib chiqdi. Xalqaroga elib chiqishdan oxirgi xulos shakldagi bir qadami bu qatam Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 193 davlatning oldiga elib keldi. Buni boshqa davlat emas, Amerika Qo'shma Shtatlari elib keldi. Bu katta gap vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Uyg'ur masalasini navbatdagi kun tartibidagi masala desangiz, oldi bilan jazo lageri masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib keldi. Bu katta gap vatandosh. Meyli bizga foydaliq tarafini bilib turib shundaq deyli va yoki bizga Uyg'ur millatiga foydaliq tarafini bilmay turib shundaq deyli. Uyg'ur degan ismning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha davlatning og'zi bilan kirib kelishi yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi hukumati davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning og'zi bilan dokladi bilan bu yerga kirib kelishi. Bu katta ish vatandosh. Tunigildiklar söz yemizlik biz sanab keldik. O'rta Osiyodagi 5 davlat: Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Mushu davlat rahbarlari, yoki rahbarlari emas, tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishib bo'lib, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nim dedi? Sizlarning tavalligingda yashayotgan, dunyodagi har qaysi davlatning tavalligida yashayotgan Uyg'urlarni Xitoy hukumati talab qilsa qaytarib berishga rad qildi dedi. Bu katta gap vatandosh. Rad qilinglar dedi. Bu yerda gap jazo lagerida ketyapti. Bu yerda gap ko'chmanlarni talab qilish, o'tkazib berishni talab qilish yo'lida ketyapti. Amaliyoti bu yerda gap Uyg'ur degan bir millat. Uyg'uriston, ya'ni Şinjan degan bir o'rin, Uyg'uriston degan bir joy. Yoki bu joyda yashaydigan Uyg'ur degan bir millat. Bo'lib O'rta Osiyodagi 4 davlat, 5 davlat, mushu 5 davlatning qarindishi. Mayli etnikdoshlik tarafdan bo'lsin, mayli dindoshlik tarafdan bo'lsin, mayli madaniyat yiltizidan bo'lsin, mayli tarixiy birdaklik yiltizlaridan bo'lsin, mushu 4 davlat O'rta Osiyodagi 5 davlat O'rta Osiyoning xo'jayinlari. Uyg'urni qo'shganda 6 davlat O'rta Osiyoning xo'jayinlari. Sizlar ko'rib yetdingiz 20-30 yil bo'ldi, hozir bu 5 davlat O'rta Osiyoda mustaqil bo'ldi. Endi savol qo'yingki, Uyg'urga navbat keldimi deb savol qo'ying. 9-oyning 24-kuni Uyg'ur davlat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 193 davlatning o'rtasida yoki xalqaro jamoat so'rini, xalqaro davlatlar so'rini yoki xalqaro davlat salonida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'rtaga chiqdi. Biz shuni ishondik, shuni ko'rib yetdik vatandosh. Uyg'ur davosi Washingtonga kirib keldi, Amerika Qo'shma Shtatlariga kirib keldi 20 yil burun. Endi u yerdan Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqib, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ko'ngil bilishi, g'amxo'rlik qilishi va Uyg'ur bu millat g'amguzor bo'lishi sifatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirib keldi vatandosh. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirib keldi. O'tganda so'zlaganligimizda Wang Yibujang nima dedi? Tashqi ishlar ministrligi ning ministri, Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi dediki, bu nisbat yoki masjidlar va so'rilarni qo'g'dash nisbati Uyg'ur madaniyatini va boshqa diniy aqidalarini qo'g'dash nisbati hozirgi dunyoda har qanday bir musulmon davlatga selishsam uni yuqori dedi bir abzasi oxirdilar nim dedi. Tilga elishga arziydigan bir taraf shuki dedi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 9-oyning 18-kunidan boshlab umuman 5 kun degidek Amerikaning Şinjan masalasiga aloqador pozitsiyalarga javob berib keldi. 18 ga 5 ni qo'shsak qancha bo'ladi? 25.
23-24 gün başlandı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umum yığını. Bu şeyde başlandı dedik. Hazır Cumhur hükümeti Amerika'nın pozisyonu, yani Amerika'nın koygan suallarga, Uygur meselesi doğrusu koygan suallarga değil. Hani hem de diplomatik daireden çıkıp durup sözle bakaylı koygan suallarga Amerika'nın Uygur meselesi meydanı ve pozisyonu. Şu pozisyon, şu meydan bilen Cumhur hükümetinin aldığı koyuvatkan Uygur meselesine ait meselelerge Cumhur'un Taşkı İşler Ministerliği 9. ayının 18. günüdün o da 5 gün. O da digidek 5 gün Amerika'nın pozisyonu cevap verip geldiğiydi. Cevap verip geldiğiydi. Demek bir yerde buluvatkan sözlerinin nimi kelliğini bilmeyimiz. Buluvatkan sözlerinin nimi kelliğini bilmeyimiz. Lekin meyadi sizmanın karan hazır. Muavin Devlet İşler Katibi John Sullivan Birleşken Devletler yığını da mundak görse. Amerika Koşmuş Ştatları Şinjan'da nazarband qilish lagerida ölüm yetim buluvatkanlığını yakan mavcudluğunu mecburi emgakka selashning mavcudluğunu tan jazosi berish boshqa inson qalbidan chiqqan dahshatlik ve salohiyatini haqoratlash qatorliq harakatlar to'g'risidagi ishonchli xabarlarni topshirib oldi. Bugünkü Uygur'un derdi nime? Hazır Amerika Koşmuş Ştatları bu doğruda işençilik malumatlara erişti. Tapşırıp aldı. Biz işençilik malumatlara eriştik dedi hürmetli vatandaş. Biz şunu da eyteyle andın, Wang Yi Efendi nime dedi? Mesela 3 nefer Uygur vekilini bu katim yığınga çakırıp ekirdi Amerika'dı. Bu katim yığınga çakırıp ekirdi Amerika'dı. Bir yerde Wang Yi Efendi siz korkup gidiyorlar, hiç kanda iş yok. Hazır Uygurların umumi cihetten sizin bilesiz. Bir rehberlik şu devlet duruvatkan adam, Taşkı İşler Ministeri boğan adam, siz Uygur milleti hükümranlık kılıvatkan bir devletten Taşkı İşler Ministeri oturup Uygurlarını bilmeye kalmaysınız. Bu yığını teklif kılınan 3 nefer Uygurların özümü sizge tanıştık. Sizge bilişlik adamlar. Siz obdan bilirsiniz bu adamlar. Bunun içinde bir ayal kız zatımız varken o kişi hem de hiç kanda işe arlaşmaydıgan mütedil adamlar. Yani özünün derdini sözlep verdi. Başkalarım hem şundak. Hazır Amerika'nın nezirde mütedil adamlar. Hem Cumhur hükümetinin nezirdeki mütedil adamlar. Hem de bunların Uygur dilini sözlep devletler, Birleşken Devletler Meclisi'nin teşkilatına zalığa kirip geldi degen gap. Şunundan siz Uygur meselesi de Amerika Koşmuş Ştatlarının Cumhur'un pozisyoniga bağlı. Qanday münasibet tutuvatqanligini, diplomatiyada qanday yumshoq muomala qilayotganligini, diplomatik so'rovlarda Cumhurlukla qabul qila oladigan darajada yoki Cumhurlukla qabul qila oladigan Uygur odamlarni elib kelib Cumhur hukumatiga qanday muomala va qanday munosabatda bo'layotganligini ko'rsangiz, Cumhurluk efendi yoki minister Wang Yi efendi demak bu ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarda illiqlik yoki muloyimlik yoki mo'tadillik mushu nuqtada turib Uygur meselesini so'zlashish, Uygur meselesi to'g'risida ikki davlat dialoglashish yoki hozirgi navbatdagi jazolar to'g'risida so'zlashish mushu ishlardan sizdan qaysi darajada xabardor ekanligingiz bu Amerika hukumatiga ayon. Amerika hukumati ham sizga qanday muomala qilyotdi bu sizga ayon. Minister Wang Yi efendi shunga bu yerga 3 nafar Uyg'urni taklif qilibdi deganingiz bu toza qamlashmadi. Nima ishqa desangiz Wang Yi efendi endi u yerda Uyg'ur masalasi to'g'risida so'zlanayotgandan keyin gap degan yani Uygurlar kiriş gerekti. Uygurlar guvahlılıktan ötüş gerek. Uygurlar o sorundan bir neme deyiş gerek. Bunun için Wang Yi efendi rencimeysiz endi hazırki bizden talebimiz matbuatlarda, torbetleri de, film işlikçilerinin filmleri de,
Şundaqlı sözleşiyotgan, gep kılışıyotgan Uygurların söz ibareleri tekrarlanıyotgan tözden artık ziyade Minister Vangi Efendi olana koyup beren. Endi muşu münasebet bilen koyup beren. Siz yumşap kaldınız. Çünkü kandak siz müşeye keliştin burun. Mesela 9. ayının 6. günü 11. günden burun lazır. Amerika Koşmuş Ştatlardan pırçak setip aladigan boldunuz. Hazır nurgun miktarda göç mesulatları setip aladigan boldunuz. Hatta 16 türlük Amerika tovarlardan bajelişini bekar kıldınız. Bu bir yumşaştan kademe. Bu münasebet kişi devlet otururski yumşaşlığın kademi. Muşundaq yumşavatqanda bulalı emas. Siz elbette siyasi cihette bir kadem koyup, bir millet kişiltivatqan zorluqna qandaq boşatqanlığınızda hem dünyaya görüştüp, aldı bilen tözden artıq ziyali. Bu ziyalilerimizi de koyup verirsiniz. Bu ziyalilerimiz bizden milletimizden serkildir. Milletimizden serkildir. Uygur milletinin kaymakları, bulanı koyup birisiz. Yani kayıtı hüküm kılıp, kayıtı ceza bir işleydiğen helikadek işlerinizi emelden kaldırırsınız bana yapacağım. Bana yapacağım ben şimdi aklımdan ben, misafir adam sıpıtıda 14 adamdan tizimliğini bedim. Minister bana efendi buladın 3 kişini koyup verdin la. Onun için ben rahmet eytemem, gözümüdüğün adamımız. Bunun için de benim 3 savaşdaşım ve hizmetdaşlarımla koyup verdim la. Ben hazır 13 adamdan 11 adam kaldı. Ben şuları yani türmeden koyup bir işimlerini, ceza lagırdan koyup bir işimlerini. Mesela Halid İsrail yazgıcı Şincan Gazeti, Çimengil Abid, şair Uygur şairesi Kaşgar Neşriyatı,